16 savol. Berilgan tengliklarga ko'ra quyidagilardan qaysi biri noto'g'ri? Tenglikka qarab olamiz. Yulduzcha to'rtta aylanaga teng ekan, aylana ikkita to'rtburchakka teng, to'rtburchak uchta uchburchakka teng. Ya'ni ikkita to'rtburchak bitta aylanani bersa, demak mana bu ikkita to'rtburchakni o'rniga bitta aylanani qo'ya olamiz, buni o'rniga ham bitta aylanani qo'ya olamiz. Jami to'rtta aylana yulduzchaga tengmi? Savolni qo'yamiz. Bu to'g'ri. Buni topish kerak edi. Xatosini topishimiz kerak edi. Noto'g'ri. Keyingisi, uchta uchburchak bitta to'rtburchak beradi. Bu to'rtburchakni ber ekan, mana bu ham to'rtburchakni ber ekan. Ikkita to'rtburchak bitta aylanani beradimi? Bu ham to'g'ri. Keyingisi, uchta uchburchak bitta to'rtburchak beradi. Mana to'rtburchak, yana bitta to'rtburchak bor. Ikkita to'rtburchak aylanani beradimi? Bu ham to'g'ri, chunki mana bu shart bo'yicha. Keyingisi, yulduzcha teng bo'ladi deyapti. To'rtta to'rtburchak bitta aylana, uchta uchburchak. Endi uchta uchburchakka bitta to'rtburchak qo'yamiz. Ikkita to'rtburchak nimani beryapti? Aylanani beryapti-da mana. Demak, bitta aylanani beradi bu. Mana bitta aylana bor o'zi. Mana bu bitta aylanaga teng bo'ldi. Endi ikkita to'rtburchak bitta aylanani beradi. Ikkita to'rtburchak bitta aylanani beradi. Mana bu ikkalasi ham bitta aylanani beradi. Nechta aylana bo'ldi? 4 ta aylana bo'ldi. 4 ta aylana yulduzchaga tengmi? Bu ham to'g'ri. Demak, I javob bo'lar ekan. Xato ekanligini isbotlashimiz kerak lekin. Mana yulduzchalar ikki tomondan bittadan qisqartirsak, ya'ni ikki tomondan ham bitta chap tomonda ikkita yulduzcha, o'ng tomonda bitta yulduzcha bor, ikki tomondan bittadan yulduzcha olib qo'ydik. Teng bo'lishi kerak ekan. Mana bu yulduzcha 3 ta aylana bilan to'rtburchak, uchburchakka teng bo'ladimi? Savol qo'yilyapti. Qarasak, mana yulduzcha 4 ta aylanaga teng edi. Mana bu 3 tasi bor. Ya'ni qolgani mana bu nimaga teng bo'lishi kerak? Aylanaga teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni to'rtburchak bilan uchburchak agar aylanaga teng bo'lsa, mana bu ham to'g'ri bo'ladi. Lekin bu noto'g'ri. Sababi ikkita to'rtburchak, mana ikkinchi shart bo'yicha ikkita to'rtburchak aylanaga teng edi. Bu yerda to'rtburchak, uchburchak aylanaga teng deyilyapti. Bu xato. Javobimiz B javob bo'lar ekan. Sardor qalamni ko'tarmasdan va chizgan chiziqlar ustidan qaytib o'tmasdan shakllar chizgan. Quyidagilardan qaysi biri Sardor chiza olmaydigan shakl? Qalamni ko'tarmasdan, chizgan chizig'idan qaytib yurmasdan, ya'ni chizmasdan chizish kerak ekan. Mana buni e'tibor beramiz. Mana bu yerdan boshlasak, masalan, mana bu yerdan o'tib, mana bu yerga kela oladi. Demak, buni chiza oladi. Ikkinchisiga qaraymiz. B'sida ham imkon qadar mana bu yerdan joylashtirsak, hozir bizda osonroq bo'ladi. Mana, masalan, mana buni chizsak, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana buni ham chiza ekan. Mana bu yerdan chizsak, mana buni ham chiza oladi. Bu ham bo'ldi. Endi I ga e'tibor qarating. Mana D mumkin emasligini isbotlaymiz hozir. I ga e'tibor qaratsak, mana bunaqasiga chizsa, bunaqasiga mumkin emas ekan. Lekin mana bu yerdan joylashtirsak hozir bo'ladi. Sababi mana. Chunki qaytib ikkinchi chiziqdan o'tmasligi uchun imkon qadar tugun ko'proq joydan chizilsa, chizgan chizig'idan qaytib chiza olmaydi-da mana. 1, 2, mana bundan o'tdi, mana bundan o'tadi, bundan o'tib, bundan o'tsa mana bu ham bo'lar ekan. Javobimiz D bo'lyapti. Nima uchun? Masalan, mana bu yerdan chizganda ham bir tomondan borsa, faraz qilaylik, mana bu yerdan chizsa, xuddi hozirgidek ketadi. Bu tomondan chizib boraversa, bir tomon to'ldirsa-da, mana bunaqasi kelsa, aylanib o'tyapti. Mana bu yerdan chizish kerak. Ikkita yo'nalish bor. Bu yoqqa yo'nalish bor va bu yoqqa yo'nalish bor. Agar bu tomonga ketsa,
bu yoqdagi chiziqlarga o'tib qoladi, bu mumkin emas. Va bu tomonga o'tib chizsa, mana bu yoqdagi chiziqlarga o'tadidagini mana bu yoq qolib ketadi. Demak, bu holat bo'lmaydi. Boshqa holatlarni ko'rish kerakda. Aynan bitta holat emas, masalan, boshqa holatlarida qanday bo'lyapti? Chizish joyini o'zgartiramiz. Masalan, mana bu yerdan bo'lsa-chi. Bu yerdan bo'lsa, baribir mana bu yerlar qolib ketadi. Sababi mana to'ldirib kelaversak, bunaqasiga o'tsak ham mana o'zi mana bu yoq bilan bu yoqqa ketib qoladi-da, bu yoqqa o'tsa, mana bu yoq qolib ketadi. Mumkin emas. Tugun joydan boshlansa, baribir mana bu yer, mana bu yer yoki mana bu yerlar o'tsa bo'ldi, bir tomon qolib ketadi. Demak, burada qaysi javob bo'lar ekan? D javob bo'ladi. 18. Yuqoridagi berilgan shakl o'q yo'nalishida bir marta aylantirilganda quyidagilardan qaysi ko'rinishga ega bo'ladi? Ya'ni mana bu tushgan vaqtda qaysi biriga teng bo'ladi? Shuni topishimiz kerak. Endi tushgan vaqtda tasavvur qilamiz. Mana ichkarida 4 ta bo'yalgan shaklimiz bor, uchburchak. Ana shular qaysiga tushadi? Mana bu shakl, mana sariq uchburchagimiz agar mana tushsa, qayerga tushadi? Mana bu yerga tushadi. Mana bo'yab qo'yamiz. Demak, shu yerga tushadi. Javoblarga qarasak, javoblarda faqat mana bunda bor va bunda bor. Demak, mana bu javoblar chiqib ketadi. Javob chiqdi. Endi mana bu buklangan, pastga tushgan vaqtda mana bu shakl, mana qizil shaklimiz yerga tushib qoladi. Yerga tushganda ham qayerga boradi? Mana bu yerga borib qoladi. Chunki mana bu uch, mana bu tushgandan keyin mana bu tushganda mana bu yerga joylashib qoladi. Bu degani mana bu qizil uchburchagimiz qayerga tushadi? Mana bu yerga tushishi kerak. Qaraymiz, qayerga tushar ekan? Qizil uchburchak sariqta joyga bor ekan. Javobga qarasak, mana qizil uchburchak sariqta joyga borsa, mana bu tushadi. Mana bu chiqib ketdi. Mana bu ham tushadi. Ikkita javob qolyapti. Endi mana bu shakl, demak, aylantirilganda mana bu uch qayerga chiqadi? Bu uch mana bu yerga o'tganligi uchun bu uch mana bu yerga o'tadi. Bu degani mana uch o'tgan vaqtda mana bu sariq qayerga o'tadi? Sariq mana bu yerga o'tadi. Va yashil unga simmetrik bo'lgani uchun mana bu yerga o'tadi. Demak, sariq mana bu yerga o'tar ekan. Izlaymiz, mana bunda bor, mana bunda bor. O'zi ikkita javob qolyapti. Ha, mana bu sariqni joyi edi. Bu yashilni joyi edi. Javobimiz qaysi bo'lib qoldi? Mana bu javob bo'lar ekan. Mana C javob. Ya'ni aylantirilgan vaqtda qaysi uchburchak qayerga tushishini topib olishimiz kerak bu yerda. 19. Quyidagi shakllardan qaysi biri birlashtirilganda ko'p hosil bo'la olmaydi? Endi ko'pchilik o'quvchilarimiz bunga to'g'ri javob topgan. Ko'p hosil bo'lishi uchun bilamiz. Masalan, buklagan vaqtimizda mana buni buklagan vaqtimizda mana buni yopadi. Ya'ni mana 4 kvadratni buklasak, usti va tagi ochiq ko'pcha hosil bo'ladi. Usti va tagi ochiq ko'pcha hosil bo'ladi. Endi uni yopish uchun ustiga bitta kvadrat, pastiga bitta kvadrat bo'lishi kerak, to'g'rimi? Masalan, ustiga mana bu yerda bitta kvadrat bo'lsa ham bo'laveradi, mana bu yerda bitta kvadrat bo'lsa ham bo'laveradi. Shundagina usti va tagi yopiladi aylantirgan vaqtimizda. Endi javoblarga qaragan vaqtimizda qaysi birida shunday emas? Mana A javobda shunday. Chunki mana bu ikkita to'rtburchak tepada joylashib qolyapti. Aylantirgan vaqtimizda mana yon tomonlar to'liq yopiladi, lekin pastki qismi ochiq qolib ketadi. Javobimiz hozir A. Mana bular buklangan vaqtda buklanadi. Mana buni masalan tikka qilgan vaqtimizda mana bu yoqqa tikka qilamiz. Bu yon tomonga o'tadi, mana bu tepasiga o'tadi. Bu yon tomon,
Bu ham yon tomon bo'ladi. Mana tepasi, ya'ni mana tepasini yopadi, mana pastini yopyapti o'zi. Mana buni hozir aytganimdek, mana yon tomonlar to'liq yopadi, mana bu tagini, mana bu ustini yopadi. Bunda ham xuddi shunaqa, mana yon tomonlar to'liq yopadi, bu tagini, ustini yopadi. Shunday qilib yopsak bo'ladi. Bunda ham shunaqa mana. Javobimiz qaysi bo'lar ekan? Javob mana. Fransuz matematigi Blaise Pascal nomi bilan ataladigan Pascal uchburchagi quyidagi qoidalar asosida tuziladi. Birinchi qadamda har bir qatordan boshida va oxirida bir yoziladi. Mana. Har bir qatorda o'rtasida sonlar yuqoridagi qatordagi yonma ikkita sonning yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu birinchi qator. Mana ikkinchisida mana bu bilan bir yoziladi. Yana bir yozilib ketaveradi. Va har bir o'rtadagi son mana bu ikkalasini yig'indisi bo'lib ketaveradi. Mana bu bilan mana buni yig'indisi, demak, buni berish kerak. 2 ni beradi. Va keyingisida mana 1 bo'lsa, mana bu yerdan doim 1 yozilaveradi. Mana bu yoqda ham 1 yoziladi. Mana bu yerda ham 1 yoziladi. Mana bu yerda ham 1 yozib ketaveradi. Lekin hosil bo'layotgan keyingi sonlar, mana bu son nimaga teng bo'ladi? Mana bu son 4 ga teng bo'ladi. Chunki mana qoidada nima deyilyapti? Yonma-yon ikkita sonning yig'indisiga teng bo'ladi deyilyapti. 1 ga 3 ni qo'shsak 4. 3 ga 3 ni qo'shsak 6. 3 ga 1 ni qo'shsak 4 mana. Keyingi bu 5-inchisi edi, to'g'rimi? Sizda nima deyilyapti? 6-qatordagi barcha sonlar yig'indisini topishimiz kerak ekan. Demak, mana bu 1 va 4, mana bu yerdagi sonni topsak bu 5 bo'lar ekan. Mana buni topsak 10 bo'ladi, buni topsak yana 10 bo'ladi, buni topsak necha? 5 bo'ladi. Bu 6-qator. 6-qatordagi sonlar yig'indisini qo'shib chiqamiz. 1 plus 5 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1. Necha bo'lar ekan? 32 ga teng bo'ladi. Javobimiz